Vau, bilasanmi seni qancha kutdim a. Turishingni qara, o'zim ko'ryapman aksingni. O'rtoqlar 2 oy kutdim. Bu meni aybim emas. Albatta kargochilar aybi. Kargoyim juda kech kirib keldi. Birga bir lyuks kopiyada Yesellarent. Bilasizlar, bu firmani biz yozi bilan mazza qilib sotdik. Kablukli modellarni skidka qilib, sizlarga xalqqa bo'lsin deb skidka qilib sotdik. Buni ham o'zi qimmatroq sotmoqchi edim. Insofim yo'l qo'ymayapti. Nima qilay? Sotsam bo'ladi, shunda qo'yib cho'tki qilib nolit so'yim chiqarib 1 million, 2 million deb sotsam bo'ladi-da qizlar. Lekin san o'ylab skidka qilaman deb, mayli, to'xtanglar. Narxini eshitishga shoshilmayapsizlar, to'g'rimi? Birinchi ko'rib olinglar, mana bu rangini ham bitta ko'ringlar. Qaranglar, mana bu rangi qanaqa zo'r turadi. 2 xil rangda kirgan rangi, 2 xil, qora bilan bordoviy. Narxini mayli ko'p kuttirmayman, sraz aytaman, keyin obzor qilib beraman. Xo'p, narxi 399 ming so'm. Nerealniy narxi, qizlar birga bir lyuks kopiyaga 399 ming so'm. Tasavvur qilasizlarmi? Yesellarent mana shunaqa korobkalarda kirib keladigan birga bir lyuks kopiyadagi kablukli, ya'ni brendviy pol sapoklarimiz. Kelinglar, sizlar bilan ko'p gapirmasdan bitta obzorni qilib beray. Kojiniy varianti. Bu ham shunaqa zo'r turadi. Ichlari ham mexli, mazza qilib kiyasizlar. Menimcha, meni didimdagi opalarimiz ko'p yig'ilgan. Voy, zamishni nima bor? Qizlar, zamishni ham bor. Zamishni variantidan, lakovniy varianti, bordoviy variantidan. Mana shunaqa variantlarni olib kelib qo'yganmiz. Ko'rib olsanglar bo'ladi. Narxlarni yana qaytarib aytaman. Stoit bo'lsa narxiga 399 ming so'm. Tasavvur qilasizlar, mana shu original birga bir lyuks 399 mingga bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Qizlarjonlar, e'tibor bilan qaranglar. Sarpelarni ham bittada shundoq qo'ysanglar ochadigan narsa. Mana shu qorani sevdim-da, mana bitta bardovisi. Xullas, paltolar bilan shunaqa zo'r turadigan pol sapogimizni sizlarga 399 mingga chiqarib bordik. Bu skidkamiz ham onlaynga, ham offlaynga amal qiladi, lekin bir haftaning ichida menimcha tez zakaz qilib olmasanglar juda soni kamda, kamroq olib keltirib qo'yibman. Yana zakaz urib yorib turaman, lekin necha kunda kirishini bilmayman. O'sha uchun bir haftaning ichida tezda olvoringlar buni. Chunki kam etib qo'yimman bu safar. Xullas 399 ming o'zi yaxshi narx qo'ydimmi? Kommentariyga yozib qoldiringlar-chi.